Mana do'stlar, uyimizni topdik. Mana shu joy bitta qayerdandir bitta eshik ochib. Mana shu yerdan eshik ochib qo'yiladi. Shu chiqqani bizning ko'kamiz. Mana biz bu yerdan buzamiz. Bu yerga eshikni qo'yamiz. Xo'sh, mana do'stlar, bu yerga eshigimizni ham o'rnatib oldik. Endi esa uxlamoqchi bo'lsak, uxlagan. Hozircha uxlasak bo'ladi, ammo hozir biz uxlolmaymiz. Bizni pechimiz yo'q-ku. Pechimiz tushib qolgan shekilli qayergadir. Biz yana qishloqqa borib kelamizmi? Biz hozir yana qishloqqa qaytib borib yana yangi pech olishimiz kerak. Mana o'tgan safargi xaridamiz. Mana aziz do'stlar, biz qayerdaligini bilmayapmiz xazinani. Mana bu yerda deb aytmoqda. Keyinroq qaytamiz aziz do'stlar. Yo'q, hozir keyinroq qaytishga vaqt yo'q. Hozir kechamiz tushishim deb qolibdi. Biz uxlashimiz kerak. Hozir qo'limizga nimadirni kartoshkani olib olamiz va biroz yeymiz. Bitta dona yeb olaylik va biz uxlashga yotdik. Turgandan keyin ko'ramiz. Hozir biz choy ichib olishimiz kerak. Xo'sh, hozir birozgina bet yuvib olamiz. Oldimizda suv bor. Va muzday. Muzday. Yo'q, muzday. Ammo betimizni yuvdik. Xo'sh, biroz narsa yeb olaylik. Hozir keyin qornimizni to'ydirgandan keyin sandig'imizga narsalarimizni. Xo'sh, sandiqni boshqa joyga ko'chirmoqchimiz. Bizga hozircha kilka kerak bo'ladi. Xo'sh, biz kilka bilan bizni buzamiz. Sandiqni oldik. Sandiqni bu yerga qo'yarsak, yo'q, bu yer ham bo'lmaydi. Mana bu yerga divanni oldiga qo'ysak, endi bu yerga yana pech yo'q bizda, bilasizlar do'stlar. Biz narsalarimizni sandiqqa joylab olamiz hozir. Olmalarni, buni, temir blokni, bularni hammasini sandiqqa joylab tashlashimiz kerak. Bitta sandiq yetmaydi deb o'ylayapman, ammo ko'p narsalarni birlashtirilsa ketishi mumkin. Yana bitta sandig'imiz bor, har ehtimolga qarshi. Xo'sh, bizda lopatkani, boltani, bularni hammasini ularni keyinroq olaman. Hozircha bularni tashlab turaylik. Xo'sh, ikkita verstak bor, aniqlisi. Qilichni, buni hozircha tashlab turamiz. Kerak emas. Xarita turaversin, keyinroq xazina izlashga. Va sandig'imiz to'lib qoldi aziz do'stlar. Ozgina qilgan edik va sandiqni kattartiramiz. Bu yerga xaritani, buni va buni, yo'q, bular buni tursin, buni olib ozroqgina ovqat olamiz. Hammasini olib olaylik.
olma olib olishimiz kerak aziz do'stlar. Olma yo'q, kerak emas. Kartoshka ketadi, buni olamiz. Va aziz do'stlar, bizga hech narsa kerak emas. Biz hozir xazina izlashga yo'l olamiz. Xo'sh, bu yo'lga chiqamiz. Xazina qayerda bo'lishi mumkin aziz do'stlar? Xazina lekin mana bu joyda deb belgilashgan bizga. Hozir xazina izlamaymiz, ammo biz hozir birinchi o'rinda qishloqqa borib pechka olib kelamiz. Pech bizga juda ham zarur. Uning orqa tomonida qishloq. Qayerdir, ana shag'larda qayerdadir. Ana shag'larda bo'lishi kerak. Xo'sh, o'zi yarim yo'lni ham bosib o'tmadik hali. Adashmasam, qishloq, ana do'stlar ko'ryapsizlarmi? Qishloq, mana u esa mer. Men bilan oldingi videolarimda aytib o'tgan bizni qo'shnimiz ekan, baribir gaplashmaymiz. Ular bizni nomardlik qilib, bizni sotgan ular. Mer bizni haydab yuborgan. Shuni sharofati bilan u bizni sotgani bilan, u bizni sotgani uchun biz unga mana qilganmiz. Pech aziz do'stlar, qayerdan olishimiz mumkin pechkani? Xo'sh, bu uyda yo'q. Pechka bu uyda yo'q, bu uyda. Xo'sh, pechka mana bu uyda bormi? Yo'q, bu yerda bitta kravat bor. Bu yerda-chi? Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Bitta ham yo'q. Pech yo'qmi? Mana bu uyda-chi? Bu uyda ham hech narsa yo'q. O'zimizning uyda ham yo'q edi. Yo'q, bor edi, ammo biz uni olganmiz. Va qayergadir tushirib qo'yibmiz aziz do'stlar. Pech hech qayerda yo'q, pech. Telefon zaryadka. 5 foiz zaryadka. Zaryadimi? 18